Shuni aytamanki, mana shu xo'jalik, mana shu somonni maydalashni alohida o'zi tegirmon sotib oldi. Va unga nima berdi? Mollarning tinim davrida aytyapti, hozir bahola o'zi aytib ketdi. Tinim davrida 1 kilodan oshiq yeyapti. Endi men o'zi ratsionda 3 kilo hisoblaganman, lekin u aytayaptiki, men 4.5 kilogacha beryapman, mollarim yeb qo'yapti. Bu natijasi esa mollarimiz oshqozoni yaxshi, katta bo'ladi, energiya kamroq bo'ladi. Bu esa mollaringiz ketozni oldini oladi. Mollaringizda shu katta oshqozonni hajmi kattalashadi va tuqqandan keyin yanada oziqaga bo'lgan talabi oshadi, ko'proq oziq yeydi. Ko'p oziq yegan mol albatta sizga nima beradi? Ko'p sut beradi. Shuning uchun albatta buni unutmang. Mana shu har doim demak somonimizda maydaligiga e'tibor bo'lasiz. Eng yuqorisi 1 sm qancha mayda bo'lsa shuncha. Endi qancha mayda bo'lish deganda un bo'lish shart emas. Aynan o'sha aytayotganimizdek 0.3 mm dan 1 sm gacha bo'linsa, juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, keyingi unaqa